Men ham shu vatanning bir bo'lagiman shiori ostida o'tkazilgan Sen iste'dodlisan Respublika tanlovining Namangan viloyat bosqichi o'tkazildi. Bugun bolajonlar ikkita yo'nalish bo'yicha estrada vokal hamda tasviriy san'at yo'nalishlari bo'yicha o'z iste'dodlarini namoyish etishdi. Bugungi tanlovdan ko'zlangan asosiy maqsad alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolajonlarni iste'dodlarini aniqlash, ularning shu vatanning bir bo'lagi ekanligini his qildirishdan iborat.